Ey hanım, bana canım pişti. Miliyorum işte, işte. Damoladı fakat kışta, kışta. Sekin yürümeyle. Assalomu alaykum aya dada, hormaylar. Dadas, kızımız geldi. Kızım. Nimaga keldi ekan ish? Tinchlik bo'lsin-da. Bir bala bo'lgan o'g'limdan. Bismillah. Ruchkalar oyoqdagi teshigan bir chakali qilmay. Qanday qizim, yaxshi keldingmi? Rahmat. Qaynotang yaxshimi? Zo'r, hammasi. Amin. Siz xotirjam bo'lsa, yaxshi yeysan, sog' salomat jiyta oyingga. Endi keldik-ku dada. Mana bizlarni ko'rding, men ayangni ko'rdim. Biz yaxshimiz. Videoda telefon qilib qo'ysang ham bo'ladi. Tez jiytonni kech bo'lmasdan. Aynen asalim. Uydagilaring yaxshimi qizim? Ha, hammasi yaxshi. Qaynona qaynotam bilasizmi? Shunaqa yaxshi odamlar. Qaynona qaynotam bilasizmi? Babchikim bermayapti menga. Aya, yaxshiyam shu oilaga bergan ekansiz. Shunaqa baxtliman. Rahmat sizga. Aya, bu oiladan men tezroq chiqaringlar. Yaxshilasam jomonlig'ini eshityapman. Ayas bu yoqqa qarayver. Ha dadasi. Qizing oilasi tinchmi ekan? Tinch? Nimaga agar kelganidan 27 minut bo'ldi hali ketgan yo'q? Siz vosvos bo'lib qolgansiz dadasi. Men aytdi desam bir bala bo'lgan bu qizing oilasi. Ko'zlarim ko'rgandaymi ey? O'zingizni bosing. Shu-da nitoda. Qizim bir pasda qaytyapsan, men o'tirganda bo'laydi qizim. Yo'q, oshxonaga ketyapman dada. Sen ham dada deb jilaverma arillab. Indagan yo'q-ku. Nemagan bilan ichidan yizlab, ichitgan bola dadasini sog'inib. Voy dada. Ketasanmi o'g'lim? Yo'q. Ketaga qizim. Kelganing ham 43 minut bo'ldi. Mana chaynik piyolar bilan o'pshi uyni ko'chirib aksangan mayli. Faqat tinchgina uyingga ketag'ay. Jonim qizim, tez tayyor bo'l. Shuhratanga sizlar yo'llarga qarab ketyapti ekan, tashlab o'tib ketaman mashinada. Tez tayyor bo'linglar. Dada, sizlarni sog'inib keldim. Birpas o'tirib keyin ketaman. Nima haydaverasiz? Birpas o'tirib 2 soat vida nima qilasan qizim? Kun joriyda uyingga tezroq yetaman. Nevarlarimga mono mahsulotlardan olganman. Germaniya xomashyosi ishlab chiqarilgan. Eng muhimi sifatli, halol, xushbo'yligi uzoq vaqt turadi qizim. Rahmat dada, nevaralaringiz xursand bo'ladigan bo'ldi. Bering. Qizim, ketsang beraman. Bo'pti nevaralarim. Bo'pti qizim, yaxshi bo'linglar. Mayli, bo'pti, charchamanglar. Xudoga shukr ey. Nima unaqa qildingiz? Xolaqol so'rab ketdi-ku. Shu ash qizim xolaqol so'rab kelsa o'zi mazam bo'lmaydi. Shu uyga kelmasa, shu yaxshi yashasin bo'ldi. Uyga kiring.